senga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bo'lmaydi nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Qo'rqim bir umr bitta o'rinda qolishdan. Maktabda senga buni o'rgatishmaydi. Maktablar tayyorlamaydi lider. O'rta klass ishlaydi va doim deydi. Ular doim berganini yeydi. Bu gapda ko'zing ochildi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa kasrlar ustida amallar mavzusini tanishamiz. Yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tgan safar bergan savolimning javobini aytib o'taman. Buni o'sha yerda o'zida kerak bo'lsa topdilaring, chunki nimaga? Bundan oldingi safarlar ham xuddi shunga o'xshagan savollar nima qilinadi? Beriladi shuni hisobiga. Demak, bu nima edi? Nima edi buni? Bitta yumaloq, ya'ni bitta 0, to'g'rimi? Ikkita bo'lyapti bunda. Bundachi 1, 2, 3 ta. Bunda nechta bo'lyapti? 1, 2, 3. Mana bu bilan 4 ta bo'lyapti. Shu xolos edi. Yo'q, 2 niki endi misol uchun. Yoki masalan 2 ni men bunday yozishim mumkin-ku. To'g'rimi? Yumaloq emas. Shuning uchun 2 nikini kirgiziladi. Xo'p, endi yangi mavzuni boshlaymiz. Mana kasrlarda o'tdik. Qanaqa kasrlarda o'tdik? Qaranglar. Masalan, o'nli kasrlarda o'tdik, to'g'rimi? Aralash sonlarda o'tdik. To'g'rimi? To'g'ri kasr, noto'g'ri kasrlar bilan tanishib chiqdik endi sizlar bilan. Endi shularni hammasini jamlaymiz sizlar. Qaranglar. Masalan, birinchisida aralash sonni o'nli kasrga nima qilib ber deyapti? Qo'shib ber deyapti, to'g'rimi? Qo'shish uchun qanday usuldan foydalanasizlar? Birinchi, o'ndan 5 kasrga aylantirib olib, uni o'nli kasrga aylantiramiz. Yo'q, o'nli kasrga bu kelmaydi. Narigi o'nli kasrni naborot, oddiy kasrga aylantiramiz. Xo'p. Kelinglar, sizlarga mana shu 9 ni ko'rib beray. Ham bu yerda qo'shish bor ekan, ham ko'paytirish bor ekan. Bo'laveradimi? Xo'p, 9-inchisi qaradik. Bunda ham hali birinchi ish, ikkinchi ish qilib ishlash amallarimiz bor-ku, oldin ishlardik shuni. Ana shunaqangi holatda ishlaysizlar. 2 taqsim 7 ga qo'shish kerak 3 butun nima? 3 taqsim 14 ni va ko'paytirish kerak nechiga? 12 yu 4 ga. Qaradik. Birinchi bo'lib qavsini qo'shamiz, to'g'rimi? Demak, qo'shyapman. Qaranglar, mana pastdan birinchi ish deyapman-da. Buni bunga qo'shib olaman. Qo'shish uchun hali bilasizlar, buni 3 butuni turib turaveradi. 3 yu 14 ekan, to'g'rimi? Endi bunga qo'shish kerak. Bunikini 14 qilib olishim uchun tepa pastni nechaga ko'paytirib olishim kerak? 2 ga to'g'ri. Tepa 4 bo'lib qoladi, past 14. Kim tushunmadi shu yerda? Hamma tushundi? Demak, endi buni qo'shib olamiz. Buni sonini o'zi keladi, ha? 7 taqsim 14. Endi qaranglar, bu mana unichi nima qilib olaman? To'ppa-to'g'ri. 3 butun 1 taqsim 2. Ana endi buni, mana bunga nima qilishim kerak? Ko'paytirishim kerak. Endi ikkinchi ish qaranglar. Mana buni aralash sonda bu, to'g'rimi? Ham kasr ham son turibdi. Demak, buni nima qilishim kerak? Noto'g'ri kasrga aylantirishim kerak o'quvchilar. 3 ni 2 ga ko'paytirsam nechi? 6 ga 1 da qo'shsam 7 taqsim nechi bu? 2. Ko'paytiruv. Mana buni ham aralash songa aylantirib olay birinchi bilan. Bu 12 butun nima edi? 10 dan 4 to'g'ri. Endi buni ham nima aylantirish kerak? Mana holatga keltirish kerak, to'g'rimi? Demak, 7 taqsim 2 ko'paytiruv. Xolasalaring, hop, buni bunga ko'paytirsak 120, 124mi bu? 124 taqsim 10 ana. Savollar bormi shu yerda? Yana bitta usuli bor deb aytdi. 124 deb turib, shunchaki men aytdi, bitta virgulaga bitta son bo'lgani uchun pastiga shuni chizib turib 10 yozsak bo'ldi. Tushunarli-a? Joyiz egallamaydi, boshqa qilmaydi. Endi buni qisqartiradigan bilan qisqartiramiz. Mana bu bilan mana bu nechaga qisqaradi? 2 ga qisqardi. Bu nechi qoladi? 62 qoldi, to'g'rimi? Endi 62 ni 7 ga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. 62 ni 7 ga ko'paytirsak 7 kara 2 14 ni 4 1 yodda. Bu 42. Yodingizda bilan 43 mi? Taqsim 10. Yo'q-ay. 34 bo'ladimi? Endi qaranglar. Bunda ham qisqaradi, lekin men qisqartirishni xohlamadim o'quvchilar. Nimaga domla desiz? Chunki buni o'nli kasr ko'rinishida ifodalasa bo'ladi. Agar mahrajida 10 darajalari yoki 2 yoki 5 darajalari kelib qolsa. Tushunarli-a? Bu masaga ifodalab bo'lmaydigan bo'lsa, shundaycha qolgizib ketaverasizlar. Tushunarli-a? Faqat aralash songa aylantirib qo'yasizlar. Bu noto'g'ri kasr-ku. Endi buni javobi qanday bo'ladi? Qaranglar. 434 ni, eslasizlar, o'nli kasrga aylantirish uchun 10 bo'lgani uchun orqa tarafdan bitta virgul surib qo'yarmidim? Ana javob. Javob nechaga teng ekan? 43 butun 10 dan 4. Savollar bormi? Ana
Endi sizlar bilan 11-sini ko'ramiz. 11-si juda ajoyib ekan, qaranglar. Misollari katta-kattagina. Xo'p, demak, 12,1 taqsim 4 5 taqsim 6 qo'shilgan 4 taqsim 5. Qaradik. Buni nima qilamiz, domla? Nima bo'lyapsiz, to'g'rimi? Mana tepasini alohida, pasti alohida. Mana bu katta qavs. Ya'ni katta bo'lim. Tushunarli? Tepani oldin ishlaymiz, pastni alohida ishlaymiz. Mana tasavvur qiling, sizlar muhandislar. Tepasi yo'q, bitta sonda o'zida. Mabodo kelib qolsa amallar. Tasavvur qiling, siz robot yig'yapsiz. Robotni tapir-tupir yig'ib tashlaverasizmi? Yo'q, oldin uni qo'lini alohida yasaysiz, ichida detallarini to'g'rilaysiz, to'g'rimi? Keyin oyog'ini yasaysiz, keyin boshini yasaysiz, keyin tanasini, keyin hammasini nima qilasiz? Birlashtirasiz, ya'ni yig'asiz. Biz ham xuddi shunaqa qilamiz. Oldin pastini ishlaymiz, keyin tepasida mabodo ish bo'lsa tepasida, yonida ish bo'lsa yonida, keyin undan keyin yig'amiz. Tushunarlimi? Savollar bormi? Demay boshladik, qarang. Tepasida hech nima yo'q ekan. Mana buni ishlasak bo'ldi ekan, to'g'rimi? Agar mayli desalaring, mana bu yerdan ishlayveraman, ha? Shunda teng qilib turib bo'laveradimi? Hamma tushunaveradi, ha? Tamam, domla, men aytdim, teng bor deb, men teng qilib ketay, mayli, strelka qilmay. Boshqa maqtashingiz demaylar, ha? 5 bilan 6 mahraj necha bo'ladi? 30. 30 bo'lish uchun bunga nechta yetmaydi? 5. Bungachi? 6. 5 kere 5 25. Bu 24. Qo'shib olsak, necha? 49 taqsim 30 ekan. Ana. Buni bo'lish kerak nimaga? Mana uni ham bir to'rtkasiga aytib Yo, 4 kare 12 necha bo'ladi? 48 bir qo'shsak 49. Malades. 49 taqsim necha? 4. Endi mana bu songa nima qilishim kerak? To'ppa-to'g'ri. Demak, pastdan yozyapman. 49 taqsim 4 bo'luv, mana bu kasr chizig'ini boshda o'rgatib eslang deymiz. Bo'luv qilib qo'yib ketishimiz mumkin, to'g'rimi? Demak, bu 49 taqsim 30. Demak, endi shu yerda 49 ni 49 ga 4 ni 30 ga bo'laman, to'g'rimi? Bo'lmagan gapda. Bo'lishda qanaqa qilardik? Birinchi kasr o'zi kelarmidi? 49 taqsim 4. To'g'rimi? Mana bu bo'luv nimaga o'tib ketardi? Ko'paytiruvga. Keyin bunisi teskari amalga o'rnaladiz. Demak, tepaga 30, pastga 49. Ana, ikkala 49 lar endi nima bo'lib ketdi? Qisqarib ketdi. 30 bilan bu ham qisqaradi, to'g'rimi? 30 ni bo'lsak necha bo'ladi qiymat? 15. Hop, 15 taqsim 2, to'g'rimi? 15 ni 2 ga bo'lsak 7,5 degan javob chiqadimi? Savollar bormi? Yaxshi. Endi keyingisiga o'tamiz o'quvchilar. Xo'p. 12 ni qanaqa qilib ishlaymiz? 12 da birinchisini oldin bo'lib olasizlar, ikkinchisini bo'lib olasizlar, keyin uchinchisini bo'lib olasizlar, keyin ishlaysizlar. Ishlayverasizlarmi, yozib ko'rib beraymi? Bo'pti, qaranglar 12 ni. Xo'sh. 0,002. Buni kim aytib o'qib beraladi o'qilishini? O'qing. Malades. Keyingisi o'qing. To'g'ri. O'qing. Bir taqsim 100dan qattami? Qaranglar, ketdik. Hammasini birdaniga ishlab ketaman. Buni bunga bo'lish kerak. Oson usuli bor. Ya'ni qanaqa siz 0 surish usuli, u usulda lekin sizlar qaranglar. Mana. Bunda nechta 0 dan keyin son? Nechta? 3 ta. Bundan keyin 4 ta. Ikkovini ham virgullarni bir xil qilib olish kerak. Buning uchun qayerga 0 qo'ysam bo'ladi? Mana yo'qqa 0 qo'ysam bo'ladimi? To'g'rimi? O'shanda mana virgullar yo'qolib ketadimi? Demak, bu 20 bo'luv necha ekan? 8. 20 bilan 8 ni qisqartirib olsak, qiymati necha chiqadi? 2 bilan 5. 4 ga qisqartirib olsak, tepada 5, pastda 2. Kim tushunmadi? Hamma tushundi? Endi bunisini tenglashtirish uchun nechta son yozish, nechta nol yozish kerak 3 dan keyin? Bunda 1, 2, 3, 4, 5 deydi. Bunda
ikkita yozamizda, virgullar tashlab yuboramiz. Bu 300 mi? 300 ni 6 ga bo'lsangiz nechi? Nechi? 50 bo'ladi to'ppa-to'g'ri mana deysiz. Endi buniki. Bitta virgul bor tasavvur qilamiz, to'g'rimi? Ikkita nol yozamiz, nima bo'ladi? 100. 100 ni 1 ga bo'lsangiz bu 100 bo'ladimi? Ana 5 ni 2 ga bo'lsangiz qiymati nechiga teng? 2,5. 100 ga 50 ni qo'shsangiz 150. 150 ga 2,5 ni qo'shsangiz 152 yarim. Tushunarlimi? Savollar bormi? Qaranglar, oson yo'l. Xohlasalaymi deb hisoblangan bo'ladi. Mana unichi, ya'ni nechi deb 0.100 dan 2 midi? Ne 1000 dan 2, to'g'rimi? Ya'ni buni 2 taqsim 1000 bo'lingan. Mana buni ham aylantirib olasiz. Nima bo'ladi? 8 taqsim 10 mingmi? 10 ming deb yozasiz-da, nima qilay qoldi, qilmay qoldi. Yozganingizdan keyin nima qilasiz? Buni bunga bo'lasiz. Bunda ham bo'lib chiqasiz, bunda ham bo'lib chiqasiz, keyin qo'shasiz. Unda ishlarimiz rosa ko'payib ketadi. To'g'rimi? Xo'p, bo'lmasam keyingisiga o'tamiz. 12 bo'ldi. Keyingisi 16 mi, 17 mi? Qaysi birini ko'rib bering? 17 mi? Bo'pti, 17. Ikkovi ham bir xil narsa. 17 qaradik. Qaranglar 17 ga. Qavsida 672, to'g'rimi? Bo'lingan nima ekan? 3 taqsim 5. Buni erinmasdan maydalab ishlaylar, xo'pmi? Og'zaki u matematika yangilik kiritadigan ishlar qilib yurmaylar. Ko'paytiruvmikan? 0.8, to'g'rimi? Hop. 6.3 taqsim 8 yoki 8 dan uncha to'g'ri qilmaydi. Demak, boshladik, qaranglar. Birinchi ish nima? Bo'lish. Boshqa melda yozay-a, birinchi ish. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, to'rtinchi ish va beshinchi ish. Beshinchi ishdan chiqqani javob bo'lar ekan, to'g'rimi? Ketdik pastdan. Birinchi ish. Mana unichi burilib o'nlik asrida nimaga noto'g'ri aylantirib olsam, hamma tushunaverami? To'ppa-to'g'ri. Demak, 672 taqsim 100. Kim tushunmadi shu? Hamma tushundi. Hozir men yoz, keyin yana aylantirib qiyotmaydi, ha? Hop, yozmang, ey. Eshitdingizmi? Yozmang sizlar. Hop, buni bo'lishimiz kerak ekan nimaga? Diqqat bilan qarab turinglar. Men ora-orada sizlarni aldab ketib qolishim mumkin yoki ishlarni tashlab ketaman. Qaranglar. Bu 100 bo'lsa, ha? Ko'paytiruv nima ekan? 5 taqsim 3. Keyingi safar agar mabodo bo'luv kelib qolsa, ha? Birinchi yozaman, ikkinchisi to'ntarib buni ko'paytirishga o'tkazib ketaveradi. Tushunarli? Qaradik. Bunda nima bilan nima qisqaradi? Mana bu bilan mana bu qisqarish aniq, to'g'rimi? Endi bu bilan bu ham qisqaramiz. Savol. Bu 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linishini qanaqa topardik? Shahinaxon? Malades, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni 6 ga 7 ni qo'shsangiz 13, 13 ga 2 ni qo'shsangiz 15. Demak, bu bilan qisqaryapti. Mana bu yerda 20 qoldi, to'g'rimi? Mana bu bilan mana bu qisqaradi. 6 ni ichida 2 ta ko'rib yordingiz, 7 ni ichida yana 2 ta, 12 ni ichida 4 ta, to'g'rimi? 224 ekan. Savol, bu endi mana bilan buni ham qisqaradimi? Nechiga qisqartirib olay? Nimaga qisqarmaydi? 4 ga qisqaradi-ku. Tepani 4 ga bo'linglar, nechi? 56, to'g'rimi? Past 4 ga bo'lsak 5. Bo'ldi. Mana shunday turaversin. Bu birinchi ishdan chiqqan javob. Ya'ni sodda holat. Qaranglar, buni katta, ya'ni 224 taqsim 20 deb yozishim yoki masalan mana uni ko'paytirib, buni ko'paytirib yozgandan ko'ra mana kichkinaroq bo'lsin. To'g'rimi? Ya'ni amallarni bajarishim uchun ham qiynalmayman. Ikkinchi ish qarang. Nima qilishim kerak? Burunlarni noto'g'ri tasdiqlantirib o'ryapman. Nima bo'ladi? Midaxon? Ko'paytirib turib qo'shamiz. Necha o'sha? 9 taqsim 8 oxirigacha ayting-a. Ko'paytirilgan 8 taqsim 10, to'g'rimi? Ikkala 8lar ketdi. To'g'rimi? Demak 9 taqsim 10 qoldi. Savollar bormi? Endi 3-ish. Men yerdan boshlab o'ryapman 3-ishni. Qaranglar. Endi 3-ish nima qilish kerak? Mononga mononi qo'shish kerak, to'g'rimi? Bo'lmagan gapda. Birinchi ishga ikkinchi ishni qo'shish kerak-ku. Sizlarga men mononga mon qo'shamiz valda deyapman. Hushyor turinglar. Demak, mononichi mana 9 taqsim 10 yozyapman. Mana uni 10 qilib olishim uchun tepa pastni necha ko'paytirib olishim kerak? Tushunyapsizlarmi? Ko'paytirib olishimda. Ya'ni burilib umumiy makhraj berib olishdan qochib turib, makhrajlar tenglab ketyapti.
Chunki bo'ladi. Chunki kasrlarni tepa pastni bir xil songa ko'paytirishimiz yoki bo'lishimiz mumkin. Shundaymi? Demak, qo'shilgan necha bo'ladi? 112 taqsim 10 bo'ladi. Bunga buni qo'shib olsangiz necha? 121 taqsim 10. Ana endi nechinchi ish? 4-ish. Qaranglar, 4-ish nima qilishim kerak? Mana bunga bo'lishim kerak. Qaranglar, oldimda ikkita yo'l bor o'quvchilar. O'nli kasr holatda bo'laymi yoki shunday holatda bo'laymi? O'nli kasr holatda ham bo'laveradi, u holatda ham bo'laveradi. Qaranglar, holatda ishlashimiz uchun mana buni o'nli kasrga aylantirib bo'ladi-da hozir. Chunki daraja 10 turgani uchun bitta virgul surib qo'ysam 12/1 bo'ladi. Lekin odatda unaqa chiqmay qolishi mumkin. To'g'rimi? Masalan, o'nli kasrga kelmaydigan holat kelib qolishi, masalan, pastda 7 kelib qolishi mumkin. To'g'rimi? Masalan, 3 kelib qolishi mumkin, 9 kelib qolishi mumkin. Shuning uchun oddiy kasrda turaveradi. 121 taqsim 10 bo'lu buni o'nli kasrga aylantiring Shahrizoda. 100 to'ppa to'g'ri. Yo'q, ikkita-ku. Ikkita nol yozamiz. Demak, bo'lganimizda 121 taqsim 10, to'g'rimi? Bo'lu ko'paytiruvga aylandi. Tepaga 100 chiqdi, pastga 121. Endi 121 lar nima bo'lib ketdi? Bu bilan bu qisqarib ketsa, javobi necha ekan buni? 10. Ana, endi 5-ishimiz qoldi. 5-ish nima qilish kerak? Mana bundan mana buni erish kerak, to'g'rimi? Yana aldanyapsizlar. Aha, yana aldanyapsizlar. Ha, deyapsizlar. Demak, 10 dan ayirish kerak nimani? 6,3 taqsim 8 mi? Hali to'ppa to'g'ri. Ya'ni buni 9 butun deb olaman-da. 8 taqsim 8. 8 ni qayerdan olyapman? Qaraymiz. Mana bu mahlaji 8 bo'lgani uchun 8 deb olyapman. Tushunarli? Ha. 6 yu 3 yu 8. Butundan butunni kasrdan kasrdan ayirtashyapmiz. 9 dan buni ayirsak 3, 8 dan 3 ayirsak 5, 8 ni 8 desam 0, to'g'rimi? Ha. To'ppa to'g'ri. Yer, qarang. Endi sal siyrak turibsizlar. Sergak turib qarayapsizlar. Savollar bormi misollar bo'yicha? Qaranglar, misoli kam bo'lgani bilan qaranglar, bittalab ishlab chiqmasdan qaranglar. Ey! Bitta misol bana qaranglar, 5 ta yo'l bo'ldi. Ya'ni sizlarga 5 ta misol. Tushunarlimi? Savollar bormi? Xo'sh, ey. 19. O'lchamlari 5/2, 6,3 taqsim 4, 4/8 xona, o'lchamlari 13/5, 3/16, 0,8 qutulardan nechtasini joylash mumkin? Qaranglar. Birinchisini uchalasini ko'paytirasizlar-da, keyin narigisini ham uchalasini ko'paytirib bir-biriga bo'lib qo'yasizlar. Tushunarli? Masalan, mana bu xonani deyapti, hajmini topar ekansiz, ha? Misol uchun aytaylik, shunaqa quti bor ekan. O'sha qutidan nechta sig'adi deyapti. Ya'ni ombor sifatida foydalansa demoqchi. Tushunarli? Yaxshi, keyingi betiga o'tdik bo'lsam. 20. Do'konda birinchi kuni 42,5 kilogramm, ikkinchi kuni birinchi kundagidan 2,1 taqsim 17 marta ko'p, uchinchi kuni ikkinchi kundagidan 6-7 kilogramm kam shakar sotildi. Shundan so'ng do'konda 39,2 kilogramm shakar qoldi. Dastlab do'konda necha kilogramm shakar bor edi? Buni ishlab beraman. Qarang, 20. Albatta, bilamiz. Xo'p, qaradik. Ey. Do'konda birinchi kuni, hop, qaradik. Birinchi kuni qancha ekan? 42,5. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan marta ko'p. Marta ko'p desa, 42,5 ni ko'paytirish kerak nechiga? 2,1 taqsim 17 mi ekan? Ana. Endi keyinlar shuni hisoblab olaylik, keyingi ishga o'tmasdan. Buni noto'g'risiga aylantirsak. 425 taqsim 10 mi? Buni ko'paytirish kerak bu. Aylantirib olsangiz? 35 17. Savol, mana 17 ga qisqaradimi ekan? Bo'linglarchi? Bo'ling, tez-tez qani. Bo'linglar. Necha chiqar ekan? 25 chiqarmi ekan? Qaranglar. Mana bu bilan mana bu 17 ga qisqarib ketsa, mana bu 25 mikan? Endi qaranglar. Mana bu bilan buni ham qisqarsin. To'g'rimi? Necha bo'ladi? Bitta 7 qoladi, bitta 2. To'g'rimi? Ana 25 ni 7 ga ko'paytirib olamiz. Necha bo'ladi? Og'zaki hisoblab bo'ladimi?
Mana to'rttasi to'ppa-to'g'ri, to'rttasi 100 bo'ladi, uchtasi 75. Demak 175. 175 taqsim necha ekan? 2. Savollar bormi? Qizlar, qaradik. Endi davlat shuni anaqa Dasga qaramayapsizlar. Xo'sh, endi keyingi, ya'ni 3-kuni haqida gap. 3-kuni 2-kundagidan 607 kilogramm kam deyapti. Demak, nechinchi kun ekan? Hop, 3-kuni kelinglar qaranglar. Mana bu 10 lik asr ekan. Buni 10 lik asrga aylantirib qo'yaylik. Necha bo'ladi buni 10 lik asrga aylantirib qo'ysangiz? Mana bo'lamiz 2 ga. Necha chiqadi buni? 2 ga bo'lsangiz? 8 chiqadi, to'g'rimi? Hop, keyin 15 ichida nechta ko'rasiz? 7 ta ko'rasiz. Bir qoladi, havodan 0 olib berasizda 5. 87 ga 5 ekan. Endi 6-7 kilogramm kam deyapti, to'g'rimi? 87 yu 5 dan ayirish kerak 6 yu 7 ni. Savollar bormi? Endi ayirish kerak mana. Bundan bitta olib berib yuboramiz, ha? 15 dan 7 ni olib tashlasak 8. Hop, bitta 6 qolgan, 6 ni olib tashlasangiz 0. Bu 80. 80 ni 8 ekan. Endi aytayaptiki, hop, shundan so'ng do'konda 39 kilogramm shakar qoldi deyapti. Endi mana buni va buni keyin nechini? 39 2 ni qo'shamiz. Qaranglar. Demak, mana bu yerga ishlab qo'yapman. 39 u 2, ha? Keyingisi nechi? Mana 42 yu 5. Keyingisi 87 yu 5. Keyingisi 80 u 8. Qo'shamiz, qaranglar. Qo'shsak 2 to'g'rimi bu yerda? 20 bo'ladi, 0 tushaveradi, ikkisi baqa o'tib ketaveradi. Shunaqami? Hop, 9 ga 2 ni qo'shib olsak 11, 11 ga 7 ni qo'shib olsak 18. Yodimizda bilan 20 ning 0 bo'ladi-da, ikkisi yana o'tib ketdi. To'g'rimi? 16, 20, 23, 25 bo'ladimi-ekan? Men aka bitta virgul qo'yib qo'ysam qancha ekan bu? 250 kilogramm. Demak, qancha shakar bo'lgan ekan? 250 kilogramm. Savollar bormi? Demak, 250 nima? Kilogramm. Savollar yo'q-a? Yaxshi, unda keyingisiga o'tamiz. 23. Kartoshka quritilganda o'z vaznini bir necha qismini yo'qotadi. Yo'qolgan vaznning yarmi qolgan kartoshkadan 1.1 marta ko'p bo'ladi. 1.6 tonna kartoshka quritilganda necha tonna kartoshka qoladi? Zo'r ekan-a? Qaranglar. Buni diqqat bilan o'qib, bosqichma-bosqich barcha masalani yutqizdirasizlar. Qaranglar. Kartoshka quritilganda o'z bilasizlar, hamma nima quritilganda haqida vazn nima qilinadi? Masalan, o'riqoqlar, boshqa mevalar quritiladi, to'g'rimi? Yoki masalan, sabzavotlarni quritilgan ko'rganmiz. Xuddi shunaqa. Endi aytayaptiki, kartoshka quritilganda o'z vaznini bir necha qismini yo'qotadi deya. Yo'qolgan vaznning yarmi qolgan kartoshkadan 1.1 marta ko'p bo'ladi. 1.6 tonna kartoshka quritilganda necha tonna kartoshka qoladi? Kimda fikr bor o'quvchilar? Ayting. Sizlar o'zlaringiz fikrlaringizni biling. O'qinglar, yaxshilab o'qinglar, bo'linglar. Qiziq savol ekan, arasi. Qaranglar, kartoshka quritilganda o'z vaznini bir necha qismi yo'qotadi deyapti, to'g'rimi? Qancha qismini bilasizlarmi? Tenglama tuzinglarchi, tenglama yoki sistema tuzinglarchi. Tuzinglar, bo'linglar. Yo'qolgan qismning yarmi degan joyda bor. Mana shu yerga e'tibor beramiz. Bo'linglar. Oson savol. Oxirgi savol ekan-a ham. Necha bo'ladi o'shanda? Qani? Ishlang. O'ylanglar. Shu kun savoli bo'lib qolsinmi? Zo'r savol ekan. Bo'pti, qaranglar. Men o'qib beraman paftor. Qaranglar. Xo'p. Demak, kartoshka quritilganda o'z vaznining bir necha qismini yo'qotadi. Yo'qolgan vaznning yarmi qolgan kartoshkadan 1.1 marta ko'p bo'ladi. 1.6 tonna kartoshka quritilganda
necha tonna kartoshka qoladi? 0.5 ga qo'shamiz. O'ylanglar. Xo'p, bu kun savoli bo'lib qoladi o'quvchilar. Ey! Savollar bormi? Ey, bo'ldi, to'xtatinglar. Uyda ishlaysizlar. Shuncha vaqt berdim, ishlanmadilar. Qarang. Mavzu o'quvchilar oson emas. Lekin qiyin emas. Masalan, nimaga qiyin emas? Chunki o'sha o'zimiz o'tay turgan mavzular, misollarni jamlayapmiz-da o'quvchilar. Masalan, mana 10lik asrda o'tdik, kasrlarda o'tdik, to'g'rimi? Kasrlar ustida qo'shdik, ayirdik, ko'paytirdik, bo'ldik. Endi bularni hammasini bitta qilib jamlayapmiz. Agar kimdir mana shuni jamlay olmasa, kasrlar mavzusi birasa qiynaladi. Tushunarlimi? Xo'p, bu nima ekan? 23 kun savoli qoldi sizlarga. Tushunarlimi? Xo'p, vazifa deymiz bo'lsa. Vazifa uy ishi. Savolnomalarni yaxshilab o'rganinglar bu mavzu. Tushunarli-a? Mana bu misolda javobini olamiz. Hop, darsimizni tugatamiz.